أهلا بالحارس الهمام. Xush kelibsan, Botir muhofizatchi. Futimning uchida dastlab mong'an edi. Seni qandoq uyg'otib atgandiman? Ha, to'g'ri. Ishtilohning hammasining uyqusi agak. Kichkina ovozda uyg'onib ketadi. Faqat sen hikoyasini anglayotgan Ashabul Kahfning ishtilo qattiq uyquga ketgan bo'g'achqa dunyoda nimishlar bo'g'inini sezmay qolgan bo'ladi. Men sana hikoyaning davomini aytib beray. Qani o'ltir. O'ltir. Qitmer putlarini oldiga so'zg'an paytda uxlab qopdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. G'ordikilar uxlab beribdi. Quyosh chiqqan chog'da o'ng tarafdan g'org'i sho'lisi tushidi ekan. Petishdan burun ularning so'l tarafiga tushidi ekan. Uzun yetaverib, beqillar teshilib ketmaslik uchun ilohiy qo'l ularni o'ng so'l tarafga o'rib turadi ekan. Bir iloqqa ishindag'anlarning soni nemishqa kundan kunga ko'payib qoladi. Ular cho'qimeli qochqo'lar bilan aloqa qilishib turgan gap. Yo'q, oliydir. Qasam qilamanki, biz hamma joyni izladik. Ularning izimi yo'q. Amasa bu qandaq ish? Ajaba yer yerilib ularni yutib ketdimi? Ehtimol. Demoqchimanki, ehtimol ular o'lib, to'pig'i aylanib ketdimikan. Avon Puhraning nazarida bu tuproqning ta'siri bizninkidan kuchlik. Kishilarning ular haqida aytishayotgan afsonalarni anglamayotamisan? Ular bu qochqo'larni cho'qim qaytib keladi deyishyotadi. Men o'z podshohligimga mush tuproqda ansiraydigan bo'lib qoldim. Ya Savul! Ya Savul! Qutuldiringlar! Ular orduga hujum qildi. Bilaman. Bir amal qilib, ularni to'simamsan amasa. Unda qilamayman. Ular butun shaharni egilib bo'ldi. Yaxshi, amasa boshqa joyga qochib ketaylik. Nega borsang baribir o'lasan, zolim podshoh. Men bunday gap qilishga qandoq betinding, ablah? Sen nima degan cho'nchi? Endi o'zingni hukmdor podshoh chog'layapsan? Angla, sana oltinlarimning yerimini beray. Sizlarning hayotlari oltindan qimmatlik oliylari. Men yangi hokimiyatga ega bo'lishim uchun sizlarni o'z qo'lim bilan mahkamaga topshirishim kerak. Mahkamaga menima? Unda qilma. Shundaq, xuddi sizlar ilgari dushmanlarga qilgandeklar. Sizlar avval ularni o'ldirib, ondan ular uchun sud ochaqdilar. Qozi uni o'limga hukm qilib, javobgar qayerda deb so'rasa, sizlarning jallodlari hukmronning qilichi qozining adolatini besib tushdi deyishadi. Qaraganda ko'p uxlab qolgandek qilaman. Balkim to'liq bir kun qo'sug'imni ichib ketibdi. Nahish ostli go'sht saqlab qo'yganmidi? Bu odamlar kim? Bularning qiyofati ajoyib qo'rqinchli. Bular hamrohlarimni o'ldirib etib, ularning o'rnida uxlab qoldimi ya? Bu xo'jayinim podichining po'rig'i. Uning qiyofati oshundoq o'zgarib ketganmidi? Uyg'oninglar, bir ishni sezgandek qiladi. Choch soqollarimiz nimishqa bundoq o'sib ketgandi? Qarag'anda bak uzun uxlagandek qilamiz. Bo'lmasa, mening qo'rsog'im ichyotidi. Menimmi? Lekin bizda pul yo'q. Bu hamyondagi pulni menga podshoh bergan edi. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Birimiz shaharga berib, yangi yemeklarni ep kelaylik. Men ozroq pul ilib, ish bilan birga shaharga berib boqay. Navoda ish yolg'iz qaytib kelsa meni tutilib qopdi deb beranglar. Ehtiyot qilgin.
Ma'qul. Mayli Qitmir. Men tayyor xo'jayin. Men davomli tayyor. Meningcha bo'lsa, avval bu uzun sochlarni qisqartqili, satrashdan qishig'i borayli deydim. Naish mening bu qiyofatimni ko'rsa nima deb qolar? Bazarim mushiyadi edi. Bu bazar naga ketgandi. Buncha bog'lar va dal-daraxtlar bir kech kunduzli qandoq o'sib bo'lgandi. Yo'ldan ezib qoldik-mi ya? Aniqki, bu bizning yurtimiz emas. Bu yer pek güzel ham pokizga. Ay mo'minlar, namozning vaqti bo'lib qoldi. Ay mo'minlar, namozning vaqti bo'lib qoldi. Beri kel o'g'lim, beri kel, qo'rqma. Nim bo'ldi tog'a? Nimishqi jang burg'is ko'tarib yuraysan? Bu degan o'yinchoq. O'yinchoq? Faqat lashkar qo'mondoni ilib yuradigan bir tolli burg'i botdi-ku. Buningdan o'yinchoq do'konlarda necha o'rni bor? O'yinchoq do'konlari dedingmi? Shundoq, bozorda. Bozor qayerda? Daryoning u tarafidagi yana bir yo'lda. Bu qandoq ish? Daryoning u tarafida podshohning o'rdisi bor edi. Bu yerda bozor bor. Mayli Qitmir. Qavma ular bizni tutib oladi. Kechiring, o'zimni tutib olmadim. Bir g'alati narsani ko'rdingizmi? Biz uxlab qolganda nimishlar bo'lgandi? Jang burg'ullarini kichik bolalar o'ynaydigan, kapilar choqlarning ustiga ilinib, otlar so'rab ipmong'idigan bo'lib ketibdi. Tushundim. Biz yili uxlab etibdimiz. Bu qiziqarli tushgan. Ağla Qitmir. Men heliqi bola ko'rsatgan tarafga berib boqay. Sen meni o'sha yerda saqlab tur. Mubod men qaytib kelamsam, g'ordiga hamrohlarimning iniga ketgin. Qani kaslar yo'lovchi. Ozroq yugudek narsa bormidi? Nima yugilari bor ekan? Nim bo'lsa mayli, non, go'sht, ozroq meva-cheva degandek. Bo'ladi. Qancha odam yeydi? Buni so'rab nima qilasan? Muvofiq miqdorda tayyorlab beray deyman. Cho'ng ziyofatga yetgudak bo'lsin. Kechirsizlar. Undaqda avval pulni to'lasizlar. Qani ol, bu yetamdi. Ola. Hoy, bu hammasi qadimki pullar ekan. Buningdan 300 yil ilgari o'ldirilgan podshohning surati bor ekan. Nima deb jo'yilyapsan? Bu pullarni nerdan yeb keldilar? Buning bilan nima ko'ring sening? To'xta, men seni mang'ilib qo'ymayman. Mendan ner tur. Hey, xaloyiq, bu oqchashli odamni tutinglar. Naish. Sen mening ismimni qandoq bilsan, Natnish et. Chaqchaq qilib o'tabsan? Men yotlarga chaqchaq qilmayman. Qulog'imga ishonmayapman. Bir kechida shundoq o'zgarib ketdingmi? Ishlarga yolg'on choplashib olgan vafodorlik qani sen? Sarang bo'ldingmi? Men seni ilgari ko'rmagan tursam, nimishqa bundoq yig'laysan? Kichkina ish uchun meni tonimas bo'lib olamsan? Nimish bo'ldi? Mendan so'rayapsan? Qalbimda osmon yerilib, yulduzlar kuyib tushishga, quyosh nuri o'chishga boshladi. Kashf tomoqni azim qilib bo'g'cha, sira muhabbatim o'lib bo'ldimi? Men bu gapni umrimda biror ishdan anglab baxmagan. Sen bu bo'yinliqni taqib turib, uni sana hadiya qiluvchiga qandoqmi xiyonat qiladigansan? Bu bo'yinliqni Qitmir ismli bir ish. Bundan 300 yil ilgari momamning momasiga hadiya qildi ekan. Tangrim. Sen buni menga hadiya qilgan deyapsan. Sen men Qitmir. Momamning momasi uning ismini takrorlagan payti jon o'zgan edi. Naish o'ldimi? Yo'q. Intoy g'alita. Bu qandoq ish? Bu ish 300 yil ilgari yuz bergan bo'lsa, qandoq 80 Qitmir bo'lsa? Bizning g'orda shuncha yil uxlashimiz mumkinmi? Qiziq ish. Bu yo'chin odam
bundan 300 yil ilgari qechib ketgan deyilgan heliqi yaxshi kishilarning biri bo'lmasa yana. Ha? Tekshirib boqqin. Biz uning iziga tushdik podshoh janoblari, lekin u tog'ning ichiga yurishtirinib oldi. U yerga o'zim berib, ahvollarni o'qib kelay. Meni nima qo'g'laysizlar? Men sizlarga o'xshash ishqi. Endi bo'lar. Endi bo'lar. Ha. Biz qanday qilib shuncha uzun yil uxlagan demas. Bu Allohning irodasi. Shundoq. Bizni o'zni inkor qilguvchilarni jazolaganligidan xabardor qilish Allohning irodasi. To'g'ri dedi. Zolim podshoh jajjisini yepti. Uning ilohlari vayron bo'ldi. Bundoq bo'lishini kim o'ylagan? Ha, biz endi ishki guruhning qaysi biz g'arda turgan muddatni inchiki hisobligini bildik. Sizlarga bir ishni aytay. Men shaharda boshqalarga tuyulib qoldim. Shunga xuddi uyga oldirgan odamdek g'arga oldirablik qaytdim. To'g'ri deysan. Men sendan keyin sirtqa chiqib, xotinim va bolalarimning oldi-burun o'lib ketganligini uqdim. Urug' avlodimdan hech kim meni tanimadi. Mening bu dunyoda sizdan boshqa hech nimam yo'q podichi. Naishmi yo'q. U o'lib ketibdi. Ay, nima qilay deysan, yasavul. Bu yaxshi ishqa chiqilg'uchi bo'lma. Bu Allohning mo'jizalaridan bir mo'jiza. Bu g'ardagilar uxlagan muddatda shular bilan birga uxlagan. Shundoq qilib, biz zolim podshohdan qochib oshug'arga yo'shirindik. Nihoyat bizni uyqu bosdi. Ah, Rabbim. Sizlar so'zlab bergan o qadimiy shahar haqidagi voqealar bizdek tarix putuklarga yozilgan. Janoblari, bular yaxshi g'ar egilari ekan. Meni afv qilinglar. Aslida men burunli sizlarning voqealiginglarni aniqlab chiqishim kerak edi. Biz hozir yaxshi holimiz uchun sizlarga qarzdormiz. Sizlar bu shahardagi barliq mo'min va mujohidlarning peshvosi. Mo'minlarning nusrat qozonganligini ko'rishimiz uchun bizni tirildirgan Allohga shukr. Sen helim uni asliyalamsan. Men faqat bir kechada uxlagan tursam, uni bir kechada qanday unutib ketay? Sen de 100 yil uxlading. Ko'zim uxlagan bilan qalbim hamisha o'yg'oq tursa, qanday unutayman? Cho'nqur fikirlikkansan qitmar. U meni cho'nqur fikirlik echindirdigan deydi. Mendan o'zini qochirayotgandek qilsan. Mening qalbim ilmi naishda. Vafodorlik sening esil xaraktering. Lekin bu mening qalbimni yara qildigan vafodorlik. Meni kechirgan. Men ko'zimni yumib ochsam, zaman boshqa, shahar boshqa. Odamlarmi u chaqdagi odamlar emas. Hatto islomni men qavab mendan qochidi. Lekin men sendan qochmayman. Sen mendan qochiyotsan. Baribir o'xshash. G'ardagi uxlash bizning oramizda ayirib turdi. Men sening davringga tava emas kuchuk. Men Alloh burun o'tmishga tava bo'lib, Allohning mo'jizalaridan bir mo'jizaga aylanib bo'ldim. Men tuproqqa yaqin, oddiy bir maxluq. Mangu tirik, o'lmaydigan zot bordir. Hamrohlarim hammasi uxlab ketibdi. Ular g'ayriblik his qilmaydigan joyga ketibdi. Men g'ayriblik va hayronlikdan tavirniyapman. Men his qilayotgan ish g'alita. Naishqa bo'lgan qayg'um borgan sari eshib, yana xushalligimni eshibyotdi. Xushalligim endi tug'ildi. Nimish tug'ildi? Qaraganda men shu tarafga ketayotgandek qilaman. Menda g'arining ishigidan yangidan kirayotgandek tuyg'u bo'lyapti. Bu qitim rostli uxlash uchun menda noish mushiyadagi timtas qop-qorong'u bo'lindi bodek tuyg'u bor. Chunki bu qorong'ulik nur bilan yo'riydi. Ularni uxlatib uyg'otganimizda kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqliqini va qiyomatning bo'ladiganligida shak yo'qligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar g'or egillarining atrofiga bir tom etinglar dedi. Alloh g'or egillarining ahvolini hammadan obdan biladi.
Gepi o'tadigan boshliqda g'orning atrofiga bir masjid solayli dedi. G'or egilari Allohning va'dasining haqliqini, kishilarning cho'qim uyqusidan uyg'ongan odamdakla tirildirdiganligini bilgandan keyin o'z o'rinlarida o'lib qopdi. Kishilar ularning ishidan ajablanib, ular yotgan g'or ustiga Allohga ibodat qilinadigan hamda o'zlariga ibrat va nasihat bo'ladigan bir masjid silishni qaror qildi. Muhofizatchi. Endi sen Allohning maxluqlari ichidagi mushundoq isil, vafodor bir turga tava bo'g'iningdan faxrlansang bo'ladi. G'or egilarining ishtimi shu turdagi ishtlardan edi. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة